Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Abdulhay darvozalarida. Kimi darvozasi bitib qolgan, kimi darvozasi bityapti, boshlangan darvozalarni polni obzorini tashlab o'tamiz. Qo'qon shahrining darvozasi. Darvozamiz polni ideal holatda bo'lyapti. Qochoq chiqdi, juda ham chiroyli, pichilishlari ham, metrallari ham, o'z darvozaning o'zi qochoq chiqyapti, inshaalloh. Darvozamiz 2 qavatli bo'lyapti. Polni original ichlariga shumkalar bilan chiroyli holatda qilyapmiz. Force bo'ldi, shanner tomon 2/1 bo'ldi. Bu yoqlari 1.5 plyusovoy bo'ldi. Qora profil ishlatdik, обязательно force bo'lgan. Mana force bo'lgan, обязательно. Darvozamiz o'ta ideal holatda bityapti. Qo'qon shahrining darvozasi. Okamni YouTube'dan ko'rib zakaz berganlar. Qo'shib qoldi. Endi bu yerda 3 tumani Xizrovod darvozasi bo'lyapti. Mana bu darvoza Qashqadaryo Shahrisabz darvozasi. Bu ham 2 qavat shumka bo'lgan, eng full variantda bo'lyapti bu ham. Pachineli, shannerlar 3 tadan qo'yilgan. Darvoza splashnovchiligini hisobiga 3 tadan qo'yilgan xudo xolasa, mana sifatlariga, kачестволariga javob original holatda bo'lib chiqib kelyapti, xudo xolasa. Mana bu darvozamiz 3 tuman Xizrovod darvozasi, xudo xolasa kuzatib tursani. Qolgan darvozalarni ham tashlab o'tamiz. Navoiyni darvozasi tayyor holatda bo'lgan. Mana bu yerda ham darvozalar bitgan, tayyor darvozalar bor. Bu Andijonning darvozasi. Okam bilan YouTube'dan ko'rib zakaz berganlar. Mana bu darvoza Yozyovondan 5-6 kilometr pastroqda o'lchaganmiz. Uni bo'lasi. Xudo xolasa, bu ham Svarkadan chiqib qoldi inshaalloh. Mana bu darvozamiz ham ajoyib darvoza. Bu yerda ham bu seximiz ham ish jarayonlari avjida. Bu yerda endi qanaqa darvozalar desani, okalar, darvozamiz o'nli shivellar. Surxondaryo darvozasi, polni darvoza, bezilov bo'lyapti mana. 1.3, eng qiziq 1.3 plyusovoy bo'lyapti. Dakanza 1.3 plyusovoy bo'lyapti. Tevalar nejniy holatda lazer bo'lgan. 1.3 plyusovoy bo'lyapti. Mana bu darvozamiz Sirdaryo Sayxunobod darvozasi. Bu ham o'sha original 1.8lik, 4 tomoni egilgan, o'sha eng full variantda bo'lyapti. Sifatli, yaxshi darvoza tayyorlagan tanishlaringizga shu videolarni tashlab qo'ysanglar, original sifatiga javob beriladigan darvozalar Abdulhay darvozalarida aloqadamiz. Sog' bo'linglar, charchamayman.